Raqamli xromosoma abertatsiyalari. Har bir turning somatik hujayralarida o'ziga xos ma'lum miqdorda xromosomalar bo'ladi. Bu xromosomalar juft-juft bo'lib joylashadi. Gametalar hosil bo'lish vaqtida xromosomalar soni kamayadi. Gametalar gaploid xromosomalar to'plamini olib yuradi. Diploid to'plamdagi xromosoma sonining o'zgarishi raqamli xromosomal abertatsiya deb ataladi. Bu holat ploidiya deb ham ataladi. Ploidiyaning ikki turi mavjud: euploidiya va aneuploidiya. Aneuploidiya esa gipopoliploidiya va giperpoliploidiyaga bo'linadi. Gipopoliploidiya monosomiya 2n-1 va nullisomiya 2n-2 ga bo'linadi. Giperpoliploidiya esa trisomiya 2n+1 va tetrasomiya 2n+2 ga bo'linadi. Euploidiya. Euploidiya xromosomalar to'liq to'plamining ortishi yoki kamayishi natijasidagi o'zgarishlar hisoblanadi. Euploidiyaning turlari: monoploidiya, diploidiya va poliploidiya. Poliploidiya diploid to'plamga qo'shimcha bir yoki bir nechta to'liq xromosoma to'plamlarining qo'shilishi poliploidiya deb ataladi. Bu holat hayvonlarda juda kam uchraydi. O'simliklar olamida esa judayam keng tarqalgan hisoblanadi. Poliploidiya autopoliploidiya va allopoliploidiyaga bo'linadi. Autopoliploidiya organizm o'z genomiga tegishli gaploid to'plamining bir yoki bir necha marta ortib ketishi hisoblanadi. Tarvuz, uzum, banan autotriploidlar hisoblanadi. Olma esa autotetraploid nav hisoblanadi. Allopoliploidiya ikki xil turning gaploid xromosoma to'plamlarining qo'shilishi natijasida allopoliploidiya yuzaga keladi. Tritikale inson tomonidan yaratilgan birinchi donli o'simlik hisoblanadi. U quyidagicha olingan: bug'doy Triticum durum 2n teng 4x ga, ya'ni 28. Javdar 2n teng 2x ga teng 14 chatishtiriladi. Natijada F1 bo'g'inda 2n teng 3x teng 21 hosil bo'ladi. Keyin xromosomalar poleksin yordamida 2 baravar oshiriladi va geksaploid to'plam hosil qilinadi. Aneuploidiya diploid to'plamda bir yoki ikkita xromosomaning ortishi yoki kamayishi aneuploidiya deb ataladi. Aneuploidiyaning ikki turi mavjud: gipoploidiya va giperploidiya. Gipoploidiya diploid to'plamdan bir yoki ikki xromosomaning kamayishi gipoploidiya deyiladi. Gipoploidiyaning turlari: monosomiya va nullisomiya. Monosomiya 2n-1 holatda, ya'ni bitta xromosoma yo'qoladi. Nullisomiyada esa 2n-2 holatda butun juft xromosoma yo'qoladi. Giperploidiya diploid to'plamga bir yoki bir juft xromosomaning qo'shilishiga giperploidiya deb nomlanadi. Giperploidiyaning turlari: trisomiya, tetrasomiya. Trisomiya diploid to'plamga bitta qo'shimcha xromosomaning qo'shilishi natijasida namoyon bo'ladi.
formulasi 2n+1 holatiga o'zgaradi. Trisomiya Datura-stromonium o'simligida uchraydi. Tetrasomiyada xromosomalar bir juftga ortadi. Formulasi 2n holatdan 2n+2 holatiga o'tadi.